Alo. Oyi, yaxshi o'tiribsizmi? Hammasini siz aytgandek qilaman. Hozir ham ish buyurishganida davleniyam oshdi deb ichkariga kirib yotib oldim. Vohliroq o'rgatmaysizmi shu narsalarni? Mazza qilaman. Dammola yeb o'tiribman. O'zbekcha bilib qilishyapti. Onajonim, bugun boraman. Sizga aytib beradigan rossiya gaplarim ko'p. Kuyovingiz pul bergan edilar. Nima obaring onajonim? Nima yegiz kelyapti? Voy, mayli bo'pti. Qaynigachim kelyapti. Boraman sizga ona. Dinara, shu yerdamisiz? Va shu telefonda gaplashib charchamaysiz, oshga tayyor qilib qo'ydim. Shunda guruchini sobdimlab qo'ysangiz bo'ldi. Birpas dam oling, boshim og'riyapti. Qila olmayman men. Voy, bu nima deganingiz? Sizdan bo'lmay ketyapti o'zi. O'tiribsiz-ku telefonda gaplashib, shunda oshni damlab qo'ysangiz bo'ldi-ku, mazirvagini solib qo'yganman. Men bugun uyga ketaman. Onam kutib o'tirmaylar meni. Borishim kerak. Voy, muomalangizni to'g'rilang. Har holda qaynigachizman. Shuncha yil o'zim qilib kelganman, bundan keyin ham qilib olaveraman. Borsangiz borib kela qoling. Mayli, qilib olavering. Yaxshi o'tiribsizmi, ha? Yaxshi, o'tiribman qizim. Ha, kelib oldingmi? Kelib oldim. Ish buyurishuvdi, shartta kelib olaverdim. Mahkam tururgan, tushundingmi? Kim nima ish buyursa-chi, alakaning itiga o'xshab hop deb urmagan, tushundingmi? Hop, onajon. Eringni qo'lga olgan. Qaynenangni umuman aytganini qilmagan. Artistlik qilgan, artistlik, tushundingmi? Voy, shunaqa qilsam, oyjon, shunaqa yutarkanman, mazza qilib dam olyapman. Mazza. Mani qilgan taktikam bu. Mana kam bo'lmayapman. Jonim. Ammalaring eshik qoqib kelishmaydi, eshigimni oldiga. Keyin yana bitta gap. Qaynagachingni-chi chiqazib yuborgan o'sha hovlidan, tushundingmi? Biz siz chiqishtirmayapman o'zi. Qanaqa Boplavanman. dab bo'lib ketganini bilmay qolsan. Yana hamchi bo'shlik qilasan sen. Davno yo'q bo'lib ketish kerak edi. Eringni-chi burnidan qalin ip o'tkazib olgan. Siz menga o'rgatib tursangiz, ancha-muncha narsa qilaramiz. Onasini ham gapiga quloq solmasin. Keyin qizim yana bitta narsa. Eringni ja qo'ynini qoldirib qo'ymaslik uchun sal hop deb qo'yganda, lekin bilganingni qilgin, tushundingmi? Boya opajonim, osh qilib qo'ying dedilar. Yo'q, qilmayman deb aytdim. Boplabsan. Ketvordim keyin siznikiga ona. O'zligidan ko'rishsan. Voy, oyi, siz bilan necha marta gaplashayotganimni hisob-kitob qilib o'tirishibdi. Ertalabdan kechgacha gaplashasan shu onang bilan. Bir kun hayotingni buzib yuboradi shu onang deyapti, oyijon. Voy, pastkashlar, onang bilan gaplashmasak, kim bilan gaplashasiz? Shuniki. Shortim shuqlar. O'zingni-chi mahkam tuturgin, tushundingmi? Bo'sh kelmagin. Kerak bo'lsa 100 martalab telefon qilaman. Voy, siz bo'lmasangiz kimdan o'rganaman shu narsalarni, oyijon? Voy, hali hamchi qaynaning bo'sh. Voy, bir xil raspechatga chiqazib oladi, bilasanmi shuni? Shunga aqli yetmaydi ularni. O'rtog'im bilan gaplashaman deyvergin, tushundingmi? Bas kelmagan. Menga qara qizim. U uyda nima bo'lyapti, nima qilyapsan, kim nima deyapti, menga har 5 minut telefon qilib aytib turgin, tushundingmi? Men o'shanga qarab hayot yo'lingni karta qilib chizib beraman. Ana keyin ko'rasan. Sen ko'r, men ko'r, tushundingmi? Turmushing shunda chiroyli bo'ladi. Voy, o'zimmi asalim.